talablariga umuman javob bermaydi. Bu apalkada qo'yishlashi mumkin. Ular hali ushaydimi, betoni yo'qmi? Ikkinchi qavatga bular narvondan chiqargan. Chiqib tushish sharoit umuman yo'q. Mana biz hozir tijorat maydoni obyektiga keldik, texnik nazorat qilish uchun. Qurilish obyektining birinchi qavati. Endi mana apalka ustunlarning ahvoli, endi bu ham o'zi noto'g'ri hozir. Mana bunaqa taxtalar qo'yishgan, bu ham ular hali ushaydimi, betoni yo'qmi? Baribir ishonarli emas bular. Mana monolит quyayotgan apalkalar ham masalan bu apalka noto'g'ri apalka, umuman men ishlatayotgan apalkalar bo'lmaydi. Mana shu zamchinalarni kimgadir aytishsam, mana obyektda javobgar odami o'zi yo'q. Ikkinchi qavatga bular narvondan chiqargan. Bu ham noto'g'ri. Ikkinchi qavatga mana chiqish uchun bir qanaqadir shart-sharoitning qulayliklar yo'q. Birinchidan yog'ochlari ham unaqa qalin yog'ochdan qilinmagan. Keyin chiqib tushish sharoit umuman yo'q. Ras zinapoya yo'q bo'lgandan keyin yaxshi normal narvan qilib qo'yish kerak edi. Norma talablariga umuman javob bermaydi bu narsalar. Mana shu g'ishtlar terilgan, mana rastorlari qo'l terisi sal uqalanyapti. Chunki g'ishtlarni ancha issiq payti terilgan, qo'llanmay terilgan. Qo'l terib sal siqsa uqalanyapti. Mana binoni aylanib chiqdik, qurilish jarayonini ko'rdik. Kelib chiqqan kamchiliklar bor. Hozir hamma ko'rsatmalarni, kamchiliklarni yozib oldik. Buni yozma ravishda shu qurilishga tegishli javobgar odamga yozma ravishda beriladi.